Assalamu alaykum, tordagi barliq kitob anglag'uchi do'stlar. Biz Umid Shimchak yozgan Uchar Universiteti degan kitobni o'qishni davomlashtiryapmiz. Bu kitobni Uyg'ur tadqiqot instituti tarjima qilib tayyorlagan. Endi o'qiydigan tema yer ostida kelajak shakllanmoqda. Mustaqil Polsha davlati 21-yilini to'ldirmayla yana bir qitim Germanlarning ishg'oliga duch keldi. Bu qitim ishg'ol 2. Dünya urushining boshlang'ichiga ishorat qilmoqda edi. 1939-yili sentabr oyining 1-kuni 4 tarafdan hujumga o'tgan Gitlerning qo'shinlari bir oy davomlashgan shiddatli to'qinishlardan keyin Polshani istilo qildi. Natsist ishg'oli bilan birlikda Gestapo Varshavada Diyonat va ijtimoiy oqartish ministrligining binosini ishg'ol qildi. Arkasından işgal güçleri komandanının uqtirishini Varşava ve Krakow ko'chalarining tomlariga chapladi. Uqtirish tuvandikidek edi. Polsha xalqining nomuvofiq harakatlarining oldini olish maqsadida tuvandagi buyruqni chiqaraman. Ayol barliq Polsha fuqarolari Germaniya millatining vakillariga yo'l berdi. Ya'ni yollaridan harbiy forma kiygan germanlar o'tgan chaqda piyodalar yo'lidan yo'lga tushib turdi. Erler bununla qo'shimcha qilib, tomoqlarini boshlaridan oladi. Ko'chalar ozod qilinganlarga emas, ozod qilg'uvchilarga oiddir. Natsistlar Polshani ishg'ol qilganda, muddaolarning Yahudilar bilan birlikda Polsha millatini 1975-yilgacha butunlay yo'qotib tashlash ekanligini e'lon qilgan edi. Ishni ziyonlarni sistemli holda yo'qotib tashlash va polshaliklarni ma'arif imkoniyatlaridan mahrum qilish bilan boshladi. Himmler bir polshalik 500gacha sanashni, o'z ismini yezishni, germanlarga itoat qilishning Tangrining buyrug'i ekanligini o'rgansin. Mushunchik ma'rif ular yetidu deydi. Biroq polshaliklarmi bundaq ahvollarga qarta tayyorliksiz emas edi. Mustamlikachi davlatlarga qarshi kulturini qo'g'dash masalasida burunqi tajribalariga qo'shimcha qisqa davomlashgan bo'lsa-mu, bir davlat tashkilotiga ega edi. Polshaliklar natsistlar ishg'olidan keyin dastlabda Fransiyani, orqadan Angliyani markaz qilgan bir surgun hukumati qurib chiqdi. Bu hukumat Polsha ichida faoliyat olib borgan bir yer osti davlatni qurib chiqdi. Tashkilotlanish ishlarini bir qancha oy ichida tamomlagan Polsha yer osti davlati bir tarafdan AK degan qisqartirma ism bilan nom chiqargan Vatan armiyasi Armiya Krayovaga tayinib Germanlarga qarshi eg'ir bir urushni boshlagan bo'lsa, yana bir tarafdan ma'arif va kultur tarmoqining boshchiligida 2. Dünya urushi jarayonida davomlashadigan kuchli ma'arif safarbarligiga o'tish qildi. Vatan armiyasi urushdan ilgari Polsha davlatining ofitserlari tarafidan tashkillangan va tarbiyalangan bir armiya edi. Vaqtning o'tishi bilan askar soni 400 mingga yetdi. Bu esnada yuqori darajali qo'mondonlik o'rnida 4000 ga yaqin odam vazifa o'taydi. Vatan armiyasi davlatning hamma yeriga, xalqning barliq qatlamlariga tutishadigan bir to'r qurib chiqqan edi va asir lagerlarimi bu to'rning ichida edi. 1941-yildan 1944-yillari orasidagi harakatlarga doir statistikalar bu jarayonda 25 ming qatimdan ortiq buzg'unchilik harakati bilan 6 mingga yaqin suiqasdning ishga oshirilganligini ko'rsatib berdi. Bu jarayonda asirlar lagerlaridan odam qochirish, Varshava atrofidagi barliq temir yo'l qatnashishini bir vaqtda to'xtatib, uda bir qancha soat bo'yicha materialmas qilib qo'yishmi Vatan armiyasining faoliyatlari qatoridan o'rin oladi. Nashriyatchilikda bo'lsa, mayli sifat, mayli tiraj va tarqitish jihatda bo'lsin, Vatan armiyasi yillar bo'yicha nihoyat ko'p rekordlarni yaratgan edi. Germanlar urushning beshidan tortibla matbuotni butunlay kontrollik ostiga olgandan boshqa, polshaliklarning dunyo bilan bo'lgan aloqasini butunlay uzib tashlash uchun xalqning qo'lidagi radiolarni musodara qilgan edi. Polsha yer osti davlati bu bo'shliqni qarallik va qaralsiz nihoyat ko'p nashriy afkorlar orqali to'ldirdi. Bularning eng muhimi 1939-yil noyabrdan 1945-yil yanvargacha muntazam nashr qilingan uchurlar edi.
Aleksandr Gameneski ismli hürmetga sazovor bir o'qituvchining tahrirligida nashr qilinishga boshlagan uchurlar 4000 dan ortiq tiraji bilan o'z oldig'ila bir rekordga ega edi. Uchurlarning boshqa viloyatlaridami 2000-3000 tirajlik yerlik nashrlarim bor edi. Bu va buningga o'xshash nashriyat buyumlarini chiqarish maqsadida Vatan armiyasi tarmoqida bir maxfiy armiya nashriyati qurilgan edi. Matbaachilik, jildlash, muqovalash o'rinlari kecha kunduz faoliyat qilgan bu nashriyat Polsha xalqiga oyda 250 ming qarorlik nashri afkor va 65 ming tashviqot varaqasini yetishtirgandan sirt, do'qmishlarda setish uchun natsist gazetlarining saxta nusxalarini chiqaratdi. Bulardan sirt Germaniya ziminlariga, Gitlerga qarshi tashviqot materiallarini avatadi. Bularning hammasi ishg'ol ostidagi bir davlatda oromchilik bermaydigan dushman askarlarining qattiq nazorati ostida qilinadi. Ammo qilingan ish yamoq tushuk ish emas edi. Dal aksicha go'yo normal sharoit ostida xizmat qilinayotgandekla mayli mazmun, mayli texnikalik alayliklar jihatdan bo'lsin, yuqori sifat va astoydillikqa ega edi. Bu sifat do'stlarni, dushmanlarni ta'sirlantiradi va nashri afkorlarning kuchini yana bir hassa oshiratdi. Vatan armiyasining Polsha xalqi orasida bundaq faol va keng doirali kuchga ega bo'lishida yer osti davlatining boshqa tarmoqlarining piyi bor edi. Fuqarolar qo'g'dinish tarmoqi polshaliklarning haq va mas'uliyatlari to'g'risidagi qonun temasida xalqdan nimalarni kutadiganligini e'lon qilgan edi. Yer osti sud mahkamalarimi bu qonunga xilof delolar to'g'risida hukm chiqaratdi. Qisqasi, yerning ustidagiga o'xshashla, yerning ostida tartiblik, tashkillik va faol shaklda xizmat qilayotgan bir davlat bor edi. Va bu davlat mavjudligini barliq kishilarga his qildiratdi. Bu davlat xalqning o'z ichidan chiqqan tabiiy bir davlat edi va uning yana xalq ichida kuch oldigan manbalari bor edi. Polsha yoshlari tizimlikni eng beshidan o'rin olgan manbalarning biri edi. Polsha yoshlari deyilgan hamon aqliga birinchi bo'lib keladigan tashkilot bo'lsa, 5 yil bo'yicha davlatning barliq joylarida sonsizgan dostonlarni yaratgan Polsha izchilari edi. Polsha izchilari tashkiloti 2 dunyo urushi boshlanganda Polsha davlatiga o'xshashla 20 yillik o'tmishga ega edi. Urush bilan birlikda umu yer ostiga kirdi va yer osti davlatining tarmoqlari ichida vazifa o'tadi. Vatan armiyasining nashri afkorligi va tashviqot materiallari qatorliq maxfiy kitob materiallarini tarqitish yukining ko'p qismi izchilarning yelkisida edi. Bu materiallar cho'ng-cho'ng posilkalar holatida belgilangan vaqtlarda belgilangan joylarga yetkaziladi. U yerlarda texmo kichik posilkalarga silinadi. Arqadan har bir gazet, jurnal yoki tashviqot varaqasi muayyan soatda, muayyan yerdagi muayyan kishilarga yetkaziladigan shaklda tarqitishga boshlanadi. Yillar bo'yicha har kuni minglarcha nashri afkor Gestapo bilan qo'g'lashmoq o'ynagan holatda tarqitiladi. Izchilarning yana xo'shallik pochtali yo'llari bor edi. Ular o'g'illari yoki qizlari germanlarga qarshi kurash qilayotgan ota-onalarga farzandlari to'g'risida uchur yetkazadigan, ularning kayfiyatini ko'taradigan pochtali yo'llar edi. Ishindi suv turbilarining ichida kilometrlarcha yo'lni o'malagan holda besib, uchurlarni joyiga yetkazadigan bu pochtali yo'llar ilib kelgan xabar mayli yaxshi yoki yomon bo'lsin, yanala bexabar qilishdan yaxshi edi. Farzandining ishg'olchilarga qarshi urush qilib etib o'lib ketganligidan xabar tepish bo'lsa, bir polshalikqa nisbatan iftixor manbasi, hech bo'lmagandimi bir tasalli edi. Shu vajidan polshaliklar bu vazifani oilalariga xo'shalik elib kelgan pochtali yo'lli xizmati va suyunish xabarchiligi deb ataydi. Izchilarning eng muhim va umumlashgan faoliyati bo'lsa, har bir polshalikdan kutiladigan ixtiyoriy bir harakatdan boshqa bir narsa emas, ya'ni ma'arif edi. Izchilarga nisbatan ma'arif nihoyatda keng qatlamni o'z ichiga oladi. Bu uqum paraxodni bog'lash iqtidori, bir poyezdni relsdan chiqarib etish degandeklarni bildirishdan boshqa yer osti maktablarda o'qitilgan darslarni o'z ichiga oladi. Albatta, izchilarga nisbatan inson aqliga keladigan hamma yer ma'arif so'rin hisoblanadi.
Bu makallar qatarıga Germanlarning yig'ilish lagerlari kiretdi. Polşalıqlar Ruslarning hukmronligi ostidagi cheg'idila jam bo'lgan har qanday yerda bir narsani o'gitish va o'rganishni bir milliy alohidlikka aylantirib bo'lgan edi. Borgan yeridan qaytib kelib kelolmaydiganligini bilmaydigan, o'rgangan narsadan foydalanolmaydiganligiga jazm qilolmaydigan bu kishilarning borganlar yerda va har qanday sharoit ostida imtihonga tayyorlanayotgandek dars o'rganishlari ularning nihoyatda kuchli milliy ong'a ega bo'lganliklarini ko'rsatib beradi. Ularning ko'pinchisi borgan yerlaridan qaytib kelolmaydi. Buni o'zimi boshqalarmi biladi. Biroq hayot qolganlar dushman butun kuchi bilan yer yuzidan yo'qotib tashlashga tirishayotgan bir milliy kulturni va bu kultur bilan birlikda ilmga, istiqbolga, san'atga va irfonga xumar bir ruhni yashintatdi va kelgusi avlodlarga bu ruhni jonliq holatda yetkazadi. Tuvandagi qur'onni yana qaytadan o'qib o'tay. Polşalıqlar Ruslarning hukmronligi ostidagi cheg'dila jam bo'lgan har qanday yerda bir narsani o'gitish va o'rganishni bir milliy alohidlikka aylantirib bo'lgan edi. Borgan yerdan qaytib kelib kelolmaydiganligini bilmaydigan, o'rgangan narsadan foydalanolmaydiganligiga jazm qilolmaydigan bu kishilarning borganlar yerida va har qanday sharoit ostida imtihonga tayyorlanayotgandekla dars o'rganishlari ularning nihoyatda kuchli milliy ong'a ega bo'lganliklarini ko'rsatib beradi. Ularning ko'pinchisi borgan yerlaridan qaytib kelolmaydi. Buni o'zimi boshqalarmi biladi. Biroq hayot qolganlar dushman butun kuchi bilan yer yuzidan yo'qotib tashlashga tirishayotgan bir milliy kulturni va bu kultur bilan birlikda ilmga, istiqbolga, san'atga va irfonga xumar bir ruhni yashintatdi va kelgusi avlodlarga bu ruhni jonliq holatda yetkazadi. Ular yana nazarlarini kelajakka markazlashtirgan holda har doim va har qanday holatda g'oyalari va kelajaklari uchun kurash qilayotgan bo'lg'ashqa, shu vaqtning o'zida duchor bo'layotgan ig'irchiliklarni unutib qoladi. Tashlangan har bir qadam, tuzilgan har bir plan, o'rganilgan va o'gitilgan har bir uchur kelajak uchun edi. Dushman kuchlarining yer ustidagi vahshiyona qilmishlarining qanchinchi qitim takrorlanayotganligini hech kim bilolmasmi, yerning ostida atilar gullanmoqda edi. Va buni faqat bir milliy g'oyaga ko'ngil qo'ygan kishilarla ko'ra oladi. Emgak bilan o'zgartish lagerlariga yig'ib olinganlar, tutqunlar, to'qinishlarda o'lganlarning ko'payishi bilan izchilar soni azayib ketgan bo'lg'ashqa, izchil holda yangi izchi nomzodlarini tepishga to'g'ri keladi. Bu o'gitish yukining kun sari eg'irlashib mingishidan derak beradi. Shunga etizliklarda, o'rmonliklarda, tog'larda izchi tarbiyalash o'rinlari ochiladi. Bu o'rinlarda bir qancha kun, ba'zida faqat bir hafta oxiri ichida besib tarbiyalashdan o'tkazish orqali nomzodlar yetishtirilib, izchilar satlariga avitiladi. Shahar ichida asosan o'quvchilarning uylariga yig'iladi. Bu maktablar yolg'iz izchilarga xos emas edi. Lekin bularning tashkillanishida va mamlakat miqyosiga kengayishida izchilar muhim vazifalarni ado qiladi. Germanlar har qanday bir yerda 3 dan ortiq odamning bir yerga jam bo'lishini man'iy qilgan edi. Ya'ni o'qituvchi yoki o'quvchilarning jazman birlikda o'ltirib dars anglashimi shart emas edi. Har qanday bir yoshning ko'chada somkasidagi darsi kitobi bilan tutilib qilishi, sinfdagi barliq o'quvchilarning yig'ilish lagerlariga avatilishi uchun yetarli sabab edi. Shunga sinflar ikkiga ayrilib, bir guruhga dars o'qiyotganda yana bir guruhga binoning sirtidagi muayyan joylarda navbatchilik qiladi. Yutilish, ishni taraqtishga o'xshash bir ishorat xavfning xabarchisi edi. Onundan keyin ahvol qarab, German askarlarini gapga tutib, sinfliklarning tarqalib ketishi uchun fursat yaratib berishdek taktikalar ishga solinadi. Yer osti maktablar polshaliklarning natsiz ishg'oliga qarshi bildirgan istiqillik noroziliklari edi. Natsistlar Polshaning ishg'olini 1939-yili oktyabrda tamomladi. Noyabr oyida bo'lsa, davlatning har qaysi joylarida yer osti maktablari faoliyat boshlab ketdi.
Hər qandaq bir dövlət qanuni cəhətdə heç qandaq to'salg'iga uchramasdan, dövlətning barliq imkoniyatlarini səfərbər qilibmi bir boshqa ilib chiqishqa qiynaladigan bir ishni polshaliklar bir yer osti tashkilotlanish orqali har bir g'ayrit zimini ishg'ol ostida turayotgan, har bir a'zosi nazorat qilinayotgan bir davlatda ishongusiz tezlikda ro'yobga chiqardi va bu ishni uzun yillar bo'yicha sur'atini qilchimu ostilatmasdan urushning oxirgi kunigacha davomlashtirdi. Ikkinchi dunyo urushining eng shiddatli kunlarida Gestaponing putining uchtida 2000 o'rta maktab faoliyat olib beryotdi va bu maktablarda 100 ming o'quvchi o'qishini davomlashtirmoqda edi. Yer osti maktablariga bo'lgan qiziqish shunchalik kuchli ediki, Varshavaning ba'zi joylaridagi o'quvchilarning soni urushdan burunqi mezgildagidan 3 hassa ortiq edi. Barliq o'qitish saviyalarini nazarga ilinganda, urush yillaridagi maxfiy o'quvchilar soni 1 yoki 1,5 million orasida deb hisoblanadi. Uchar universitet an'anasi bo'lsa, natsist ishg'oliyati ostidami mevasini ko'rsatishga kechikmadi. İşğal tamamlanganda universitetlarmı taqib etilgan, tajribaxonlar, nars keraklar Germaniyaga elib ketilgan edi. Bu jarayonda Varshava universitetining binosi qurolli qismlarga ajratib berilgan. Kutubxonasi bir German kutubxonasiga aylantirilgan edi. Polshaliklar bu ahvolga o'xshash suratda javob qaytardi. İşğal tamamlangan oktyabr oyi ichida universitetning yer osti sinflari faoliyatga o'tdi. Varshava tibbiy fanlar fakultetidan professor Ludwig bilan professor Witoldvikning uydan uyga yo'tkilib turgan sinflarimi bularning orasida edi. Orqadan buningga 1900 o'quvchisi bor bo'lgan. Yan Zaoriski sahiya xodimlari shaxsiy kasbiy maktabiga o'xshash yer osti oliy texnikumlari va fakultetlari bir-birlab agashdi. 1944 yili faqat Varshava universitetining 300 o'qituvchisi bilan 3500 o'quvchisi yer osti maktablariga tizimlatdi. Bu o'qituvchilarning 63i xizmatlarining badalini hayoti bilan to'ladi. Varshava miqyosidagi yer osti sinflariga tizimlatgan oliy ma'arif o'quvchisi soni 10 mingdan ortiq edi. Yer osti maktablari ham o'qituvchilar, ham o'quvchilarga nisbatan og'ir, shundaqla izchil xavf shakllantiradi. Ammo buning bilan bir vaqtda bir umid va ishonch manbasi bor edi. Polshaning danglik matematiklaridan Gazimir urush yillarida o'quvchilariga matematika o'rgatish uchun jinini tikib qo'ygan kishilarning biri edi. Kuratovski aradan uzun yillar o'tgandan keyin u kunlarda o'zlarini harakatga o'tkazgan, o'zaro rishtilib turgan hayajonni eslab mundaq deydi. Asosan degidek barliq matematika professorlarimiz bu yer osti universitetlarda dars o'tadi. U chog'dagi o'quvchilarimizning xeyli ko'pi bugun professor yoki dotsent bo'ldi. İlmiy xizmatlar va ma'rif sharoitining intayin qiyin bo'lishiga qaramay, mazkur yer osti tashkilotlanish soyasida bir qadar tor doirada bo'lsa-mu davomlashish fursatiga erishdi. Kishilarni qarshilik ko'rsatish ruhiga, kelajakka umid va ishonch bilan qaraydigan qilish qonunsiz ma'rifning ahamiyatini kuchaytgan omillardan edi. Va bular ishg'ol sharoitida shundoq zarur edi. U kunlarda bir ilm ahli boshdan kechirayotgan hayot sharoiti haqiqatan tragediyalik edi. Eng echinishlig'i bo'lsa, insonlarni yo'qotib qo'yish edi. Varshavaning Yahudi nopsi ishg'ol bilan birlikda chet bir mahallada to'planishga majburlanib, boshqa polshaliklardan ayirib etilgan edi. Bundaq ahvolda Polsha miqyosidagi ma'rif to'lqinining bir ulgisi albatta Yahudi nusxasi holatida Yahudi rayonida ko'rildi. Bo'libmi, diniy rahbarlarning yetakchiligida Varshavalik Yahudilar pullarini eng oxirgi sinfgacha ma'rifga sarf qilishga rag'batlantirildi. Chunki ularning farzandlari nonga qanchalik muhtoj bo'lsa, ilmga shunchalik muhtoj edi. Bu tashviqotlarga parallel holda har qaysi darajadagi maktablar ochildi. Bularning orasida to'liq o'rta darajalik diniy ma'rif bilan shug'ullangan 8 maktabda 3500 o'quvchi o'qiydi. Poplardan ayrim dars o'rganganlar.
Haftada 12 soat dars o'tiladigan maxsus sinflar, dars takrorlash guruhlari, o'qish halqalari va diniy guruhlar bo'lsa, maxfiy maktablar bilan birlikda ayrim bir ma'arif zemini shakllantiraydi. Oshxonalarmo yer osti maktablarga aylantirildi. Yetimxonlarda maxfiy sinflar ochildi. Yoshlar guruhlarining a'zolari o'qituvchilik qilib yetishtirildi va o'rgangan har bir darsni o'yim-o'y aylanib yurib o'tadigan shaklda tarbiyalandi. Teatr va muzika darslarimi ma'arifning bir parchasi edi. Bulubmu muzika e'tiqod va kulturni yashintish va kelgusi avlodlarga yetkazishda nihoyatda muhim funksiyaga ega edi. Шуңа уныңга yig'ilish lagerlarini o'z ichiga olgan har qanday yerda sal qaralmaydi. Natsistlar ishg'oli ostidagi Polshada maktablar bilan birga boshqa madaniyat, san'at faoliyatlarimi yoshurun holatda jonlanishga boshladi. Yer osti davlatidan boshqa ko'plagan organlarmi davlatning muayyan shaharlarida ilm va san'at faoliyatlarini o'rinlashtira oladi. Bunun bilan teatr o'yinlari, rasm ko'rgazmalari va maxfiy konsertlar orqa-orqadan keladi. Boshqa bisim davrlariga o'xshash bu davrdami ilm va san'at dunyosining muhim zotlari Polsha xalqini oqartatdi. Ikkinchi dunyo urushidan keyin Polshada muzika ma'rifini tartibga solgan va polshalik muzikantlar birligining tunji boshlig'i bo'lgan Piotr mazkur kishilarning biri bo'lib, maxfiy konsertlar va qonunsiz ma'arif faoliyatlariga boshlamchilik qilganlarning biri edi. Ikkinchi dunyo urushi mezgilida Polshaning yer osti maktablarida o'qigan dunyoga mashhur kishilarning biri, hatto eng muhimi De Papa John Paul Karol Wojtyla edi. Karol natsist ishg'olidan bir yil burun Krakowaga ko'chib universitetga tizimga oldirgan va teatr o'rganishga boshlagan edi. U Gestaponing Krakow universitetidan 144 professor, yordamchi professor bilan bir qism o'quvchilarni yig'ilish lagerlariga elib ketganligiga guvoh bo'lganida oralla 19 yoshda edi. Ularning hech biri qaytib kelmadi. degan edi Papa oradan yillar o'tgandan keyin yoshga to'lgan ko'zlari bilan ashu kunlarni eslab. Ishg'olga agishib universitet bulang-talang qilindi va taqib etildi. Karolmu boshqa do'stlari bilan birlikda yer ostiga kirdi. Shundan keyingi 18 oy bo'yicha kunduzlari Toshkentda ishlagan Karol kechalari uylarda, o'g'za bilan To'rus orlig'idagi bo'shliqlarda, cherkovlarda boshqa do'stlari bilan birlikda qonunsiz universitetning darslariga qatnashdi. Karol Wojtyla rahib bo'lishga qaror chiqargan chog'da katolik cherkovi Gestaponing asosliq zarba obyektiga aylangan edi. Davlatning 11 ming rahibidan 3 mingga yaqini yo o'lim jazosi yoki yig'ilish lagerlarida o'ldi. Karol 1943-yili bosh rahib Sapiehaning yer osti leksiyalariga ishtirok qilishga boshladi. Bu leksiyalar har kuni kechda farqli bir uyning yer osti qaviti yoki To'rus orliqlaridagi bo'shliqlarda so'zlanadi. 1944-yildagi Varshava kelishimidan keyin natsistlar Krakowdagi baliq balog'atga yetgan erlarni yig'ib elib ketgan bir kuni Karol yo'shinib olgan yer osti uyda qo'lga tushib qoldi. Әдісі әттегенде болса, Sapieha xabarchi avitib uni yer osti leksiyasiga chaqirdi. Yer osti armiyasi tarafidan o'rinlashtirilgan Varshava qo'zg'oloni bir oydek davomlashgandan keyin qonliq shaklda bostirildi. Germanlar shaharni taltukis o't qo'yib vayron qilishdan ilgari 200 ming odamni o'ldirdi. Ayollarni yig'ilish lagerlariga surgun qildi. Bu asnoda polshaliklar Amerika bilan Angliyadan yordam kutmoqda. Bu ikki davlat bo'lsa, Sovetlarni mamnun qilishga urinmoqda edi. Sovetlar bo'lsa, uzunga so'zilgan kutishlardan keyin oxiri keldi. Biroq ular polshaliklarni qutqizish uchun emas, yana bir qitim Rus hukmdorligi ostida ularni yo'qitib tashlashni sinab ko'rish uchun kelgan edi. Chunki Yalta yig'inida Amerika Qo'shma Shtatlari bilan Angliya bu rayonni Stalinning insobiga topshirishni qaror qilgan edi. Tema bir ma'arif to'lqini mana shunda qo'zg'atiladi.
G'arblik do'stlarining qo'li orqali Sovetlar ittifoqiga hadiya qilingandan keyin Polsha yana bir qatim Rossiya markaziy sistemalik kultur qatliamiga duch keldi. Kommunistik tuzum ostida ma'arifning barliq bosqichlari rasmiy ideologiyaning bir tashviqot zaminiga aylandi. Bu ish dastlabida bir ma'arif safarbarligi siyoqida edi. Urushdan keyingi Polshada savodsizlar soni millionga yetgan edi. Savadsızlıqni tügütüb, yuqori saviyalik ma'arifning keng xalq omasiga yeyilishi uchun umumyuzlik safarbarlik qo'zg'atildi. Hokimiyatning bu safarbarlikdan kutayotgan asosiy g'arizi to'liq farqli edi. 19-asrning oxirida Polsha jamiyatida yildiz tortishga boshlagan organik xizmat mustamlikachilikka unumli qarshi turgan xalq orasida kuchli nupuzga ega ziyonlar qatlamini vujudga keltirgan edi. Bu qatlam Rossiya va Germanlarga o'xshash Sovetlarga nisbatan xatarlik bir qatlam edi. Hokimiyat Iroq kelgusida xalqni bu qatlamning nupuzidan qutuldirish uchun ma'arifni barliq qatlamlarga kengaytirish kerak deb o'ylaydi. Mushunda qilganda ilgirki chaqlarda tanlangan bir guruhning qo'lida bo'lib kelgan rasmiy vazifalar xalqning orasiga yeyilgan bo'ladi. Urushdan keyingi yillarda polshaliklar bu qadamni qizg'in qarshi oldi. Aslida bu yillar bir tarafdan yer bilan yakson bo'lib ketgan bir davlatning qaytadan qurilishi bilan o'tmoqda edi. Shunga dastlabda ishning qayerga bordiganligiga bak diqqat qilib ketadiganlar chiqmadi yoki chiqqan bo'lsa-mu, ijtimoiy sohada buning degandek kuchli ta'siri ko'rilmadi. Lekin Sovet markaziy hukumati bu yillarni bekor o'tkazmayotdi. Bir tarafdan Polsha tarixini markazimcha nuqtai nazar bo'yicha qaytadan yezib chiqqan bo'lsa, yana bir tarafdan rus tili va Stalin ta'limotlariga o'xshash polshaliklar qat'iy yaxshi ko'rmaydigan narsalarni ma'arif safarbarligi nomi ostida Polsha xalqiga umumyuzlik tashviq qilmoqda edi. Qisqasi, davlatning ma'arif sistemasida yana bir tug'ilish e'lon qilinmoqda edi. Xalqning bu ma'arif sistemasiga qarata yillar bo'yicha yig'ilgan noroziligi 1953-yili Stalinning o'limi bilan boshlangan muzlarning erishi mezgilida ro'shan gavdalandi va 1956-yili Stalinizmga qarshi keng ko'lamli namoyishlarga aylandi. Hukumat bu noroziliklar oldida bir qator islohotlarni olib berishga majbur bo'ldi. Bu jarayonda diniy ma'arif ota-onalarning istikiga bog'lanish holatda qaytadan boshlandi. Ammo bu yaxshi kunlar yana uzoqqa bormadi. 1961-yilga kelganda ma'arif sistemlarining taraqqiy qildirilishiga doir bir qonun bilan Stalin davridagi ma'arif qaytadan bosh ko'tardi. Kommunizmning yemirilishigacha davomlashgan bu qonun ma'arifga faqat davlatning bir funksiyasi deb aniqlama beradi va xarakteri loyiq deb bekitilgan edi. Ma'arifning muddaosi bo'lsa, ishchilarni sotsialistik davlat qurishga tayyorlashdan iborat edi. Bu maqsadga uyg'un holda ma'arif sistemasi sanoat uchun ishchilarni tayyorlaydi. Polsha Xalq Cumhuriyati fuqarolariga yarashadigan harakatlarni rivojlantiradi. Əmgəkçi sinifqa dair qimmat qarashlarni har tarafga yeyib, əmgəkka və milliy qimmat qarashlarga hörmət qilishni singdiradi. Bunun bilan birlikdə davlatning kuchlik nazorati ostida bo'lishi sharti bilan diniy organlarmo maktablarni ocholmaydi. Cherkov ayrim bir ma'arif to'ri shakllantiradi. 1961-yildagi qattiq oldini olish tadbirlari orasida boshlang'ich ma'arifining 8 yilga chiqarilishi bor edi. 1973-yili hokimiyat bunimi oz ko'rib, majburiy ma'arifni 10 yilga chiqarishga urinib ko'rgan bo'lsa-mu, unumga erisholmadi. Nimalar bo'lmasin, davlat o'lchamlik puxra yetishtirish jihatda ishni fursatga tashlab qo'yishni xohlamaydi. Yosh nupus qatlamini kishilik xarakterlari yetildigan mezgilda qo'lidan kelishicha o'z nishoniga loyiq shaklda shakllantirishga tirishadi. Universitetlarga kelsak, ularmi umumyuzlik davlatning tizgini ostida edi va boshlang'ich va o'rta maktablarga o'xshash rasmiy ideologiyalarning singdirilgan makonlarning rolini o'ynamoqda edi. Davlat akademik hayotga o'zi bilgancha arisha oladi va har turli qarorlarni xohlagancha chiqara oladi. Barliq o'qituvchilar qo'shini davlat kadri edi va diktator bir davlatning kadrlariga yurgizgan shartlar bilan vazifaga tayinlanadi va zarur tepilganda vazifasidan ilib tashlanadi. Bir o'qituvchi
Bulubmu bir universitet rəhbəri üçün akademik salohiyatdimi burun talab qilingan shart siyosiy qobiliyat edi. Yani kelib, dövlətning hər qaysı organları tərəfindən gözetilgan və çekit qoyub qoyulgan faqat o'qituvchilarla iborat emas edi. O'quvchilarmu siyosiy qarashlarga asosan izchil nazorat qilinadi. Amalliq tekshirishi natijasida gumonliq chiqib qolgan yoshlar universitetga tizimlanmaydi. Tizimlatqandan keyin chataq fikrlarga agashgan va rasmiy ideologiya ravo ko'rmaydigan faoliyatlarga ishtirok qilgan o'quvchilar bo'lsa, universitetda o'qishni davomlashtira olmaydi. Keyingi chog'larda o'quvchi, o'qituvchi va emgakchilar hamkorligi soyasida yillarcha davomlashgan namoyishlar va hukumat bilan o'tkazilgan muzokaralar natijasida 1982 yili ijro qilinishga boshlagan oliy ma'arif qonuni bilan akademik erkinlikka bir oz maydon ichilgan bo'lsa-mu, bu huquqlar elinganda universitetlardagi o'qituvchilar allaqachon tizimga ilinib bo'lgan edi. Başlanğıçdan universitetgacha bo'lgan ta'lim-tarbiyaning barliq bosqichlarida davlat diqqatini markazlashtirgan nuqtalarning biri tarix edi. Rasmiy ideologiya Polsha yoshlarini tartibga solish uchun tarixni yangi boshdan yezib chiqdi. Bu jarayonda ba'zi kishilar faqat yashamagandek, ba'zi voqealar faqatla yuz berib boqmagandek hisoblanib, tarixdan butunlay chiqarib tashlandi. Bir qism hodisalar bo'libmi yaqin tarixga aloqador voqealar qandoq yuz bergan bo'lsa shu peti emas, qandoq bo'lishi kerak bo'lsa shundoq yozildi. Masalan, 1919-yildan 1939-yillar orasida Polsha hukmron siyosiy kuch sifatida kommunistik partiya bor edi. Natsist ishg'oli asnosida millionlarcha polshalikni germanlarga qarshi tashkillagan surgun hukumati, yer osti davlati, yer osti armiyasiga o'xshash organlar faqat bo'lib boqmagan. Uning o'rniga germanlarga qarshi faqat kommunistlarla urush qilgan edi albatta. Polshaning ozod qilg'uvchisi-mu kommunistlar va ularning xo'jayini bo'lgan ruslardan boshqasi emas edi. Tarix bilan birlikda adabiyotmu boshdan tortibla rasmiy ideologiyaning qurbonlari orasiga kirdi. Polsha adabiyotining sarka zotlari bilan birga 2-dunyo urushidan keyin surgun qilingan yozuvchi shoirlarmu cheklimining ichida edi va ular faqatla yashamagan edi. Ularning asarlari o'qilmaydi, ismlari tilga ilinmaydi. Adabiyotning polshaliklarni birlashtiradigan va harakatga keltiradigan eng muhim kuch ekanligini davlat bilatdi va xalqni bu yolqindan imkoniyatning yenishicha yiroq tutishni xohlaydi. Nimishqidir butkul bu bisimlar, cheklimilar va ideologiya singdirishlarning to'g'ri taxmin qilg'ili bo'lmagan ta'sirlari mu ko'rilgan va bu ta'sirlar vaqtning o'tishi bilan jo'g'lanib taqobil turg'ili bo'lmaydigan bir ijtimoiy norozilikqa aylangan edi. Hammadan avval chekit qo'yilgan, chetga qiqilgan o'quvchilar borgancha ko'payib, kun sari kuchayotgan bir o'qituvchilar iqini shakllantirishga boshlagan edi. Davlat har bir fuqaroni chetga qaqqanida o'ziga bir dushman topgan bo'ladi. Rasmiy tarix bo'lsa, o'tira maktablardan tortibla o'quvchilarning masxara temasiga aylangan edi. Dərsi kitaplarda yazılğanlar və məktəblərdə öyrətilən narsalar heç kimni işendirməslik bilanla qalmasdan, əksicə kişilərin toğrısını öyrəniş arzusunu gıdıqlaydı. Vaqtın ötüşü bilan bu əhval dehqonlar məktəblərdən tartib universitetlargacha bo'lgan hamma yerdə barlıq o'quvchilarni ta'siri ostiga elib olgan bir xil tarix ochlig'iga aylandi. Bu masaladami davlat tashlagan har bir qadimi tarqatmoqchi bo'lgan har bir yolg'ini bilan o'zini yalmaydigan bir o'tni ulg'aytgan bo'ladi. Bu ahvol qilcha farqsiz holda adabiyot sohasidami ko'rildi. Kishilar o'z orasidan yetishib chiqqan dunyoviy zotlari, milliy qahramonlarining o'z kultur meroslarining o'zlariga berilmasligiga g'azablanmoqda edi. Yana bir tarafda bu g'azabga yondash qiziqish omillarimi bor edi. Bu tuyg'umu vaqtning o'tishi bilan qanoatni bilmaydigan bir xil tashnalikqa aylandi. Shu nuqtaga berib yetdiki, 1980-yilning avgust oyida Lenin kemisozlik zavodiga to'plangan ishchilar Mitiskovichning 150 yil burunqi she'rlarini anglab yig'ladi. Rasmiy ideologiya bu yerdami mag'lub bo'ldi.
Ədəbiyyat sənətdən ən yıraq deb qaralğan qatlamlardımı tili intayın ağır ədəbi tekstlərini düşünüş, bədii-liklərini anqırış iştiyaqını oyğatdı. Yuqorqilarning natijasida xalq arasida kunseri umumlashayotgan talablar, tarix va adabiyotni markaz qilgan kitob talabini vujudga chiqardi. Polshaliklar qonunsiz nashriyatchilik masalasida allaqachon kasblashgan Gestapo yoki kommunistik partiya jasuslarining burnining ostida hech kimga to'ydirmasdan matbaalarni ishlatgudek mahoratga ega bo'lgan. Bu jarayonda mashq o'yinlari bilan tozliq ishlarida ishlatiladigan moddalarni aralashtirib siyoh ishlab chiqarishga bo'lgan nihoyatda ko'p narsalarni ijod qilgan bir millat edi. Yer ostidagi bosmaxonlar yana rolni joriy qildirishga boshladi va o'z tarixi va kulturiga tashna bir millatning ussuzligini qondirishga tirishdi. Lekin talab shunchalik kuchli ediki, ba'zida nihoyatda ko'p tirajliq asarlarmi bir qancha soat ichida tugab ketadi. Davlat mushundaq qilish orqali faqat xohlamasimi umumyuzlik ma'rif safarbarligining piltisiga o't yaqqan bo'ladi.